الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعثرناه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أهلا وسهلا يا أمة الصيام والقيام، الشهر الصوم والذكر، ومرحبا شهر التراويح وتلاوة القرآن. يا بشرى على الشهر الخاصة يا لله شهر رمضان الطاعات والقربات، الشهر العظيم الكريم والذنوب عفو الله العزيز الرحيم ومن كل الدعاء للأمة المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. Hürmetli cemaat, fadil tuanlar, indi borç ağzımıza selamlayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, nimeti, bereketi olsun. Indi şunlarla Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah ayetler, ey iman getirgen belgeler, sizge kadar kılgan kavimlerine, kabilelerine farz olan kılık sizge de razılıklı farz verdik. Hamid şu Ramazan şerif aylarımız Allah'a şükür. Biz endi şu Ramazan şerif aylarımızda girdik. Allah'a şükür roza tutarız. Allah Rabbimiz tutgan rozalarımızın yine rahmetiyle kabul etsin. Yana şunay Allah Subhanahu ve Teala ayetler derslikte de Ramazan şerif ayında Kur'an Şahr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Şundan da Kur'an bilen beyli her vakit bizim durmuş. Dua kılan vakitte, rahmet sözleri etken vakitte, bola olsa, nikah meclisi, yekinlik, kişinin zatı, vakitte kelip şirkeş, elbette her vakitte biz indi Kur'an okuyup, dua kılıp, Allah Teala'ya elbette yollarımız. Indi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o'zi bu haqda dolayı Hayrukum men ta'allama Kur'an ve 'allama. Eng yaxshi kishilik kimdakim o'zi Qur'onni o'rganib, boshqalarga o'rgatishdir. Ya'ni bunda jamoat agarda adam bolasi Qur'on o'qiy bilar ekan, bir harf, masalan, ikki harf, to'rt harf, alif, ba, ta, fa. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu ve ni'mal vekil. La ilahe illallah. Boshqalarga bilar ekan, u baxtli kishi. Chunki bizning endi jamoat Oysha onamiz radhiyallohu anha bunday deydi, Rasul-i Akram sallallohu alayhi va sallam albatta xoqonni siylagan ishroqda aytaydi, onun xulqi Qur'on edi. Biz endi jamoat uni boshlaymiz endi bugungi kunda. Chindan da Qur'onni o'qiyman tugul. Qur'on qalbda, yurakda bo'ladi. Yaratuv hisler bilen elbette. Allah Teala'ları biz bitinde cemaatine indir, oğul bir kişiye biz her vakit indir Kur'an'a yollarımız. Ama Allah Teala fezkuruni ezkurkum meşgul ücretim. Oğullukta da şartlıkta da rahatta da yine istedik rahmet ederiz. Şu an göre bu cemaat eğer de Ramazan şerif ayında biz indi yaşayız iken, Allah bizga tinchlik bergan ekan, bu muddatda albatta endi o'zimizning yolini Qur'onga qarata, dinga qarata albatta endi Qur'on oshiradi. Qur'onni o'qiymiz deyapmiz. Darslikda Qur'on qiyomat kunida shafoatchi ham yaxshi. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Şu an böyle cemaat eğer de Ramazan şerif ayetini ciddiyken biz anlayız. Hatırmışlar hepinde, kumulden, indi sureleri yoklarla,
Qur'onni o'qib bitirgan, Fatiha surasidan boshlab Nas surasiga qadar albatta u endi ko'ngilga ham shodlik qilmaydi. Chunki odam bolasi Ramazon oyida o'z-o'zini tuta oladi. Ham shu roza o'zini jamoat oshdi o'zini. Qolarlar minkum. Ham Alloh subhanahu va taolo aytadi: "As-sawmu li wa ana ajzibihi." Roza nima deydi? Ham ajr savobni o'zim maxsus qilib ishlayman. Shuna ko'ra jamoat bu Ramazon oyi tarovihlar bilan belgilanadi. Odat bo'yicha bu tarovihlar endi xatm qiladilar, shular endi Qur'onni o'qiydilar. Yoki endi Qur'onni namashlarda ikindi bilan oqshom orasida, oqshom kesu orasida Qur'on o'qiydilar. Shuna ko'ra jamoat Qur'onga albatta bizga yorug'lik berish. Agarda biz o'qiyolar ekan, biz ishlaymiz. Chunki qo'l kishi Ramazonda qizg'onish ilkmadi, yashay olmadi, baxtli bo'lmish. Shuna ko'ra jamoat agar Alloh bizga bergan mumkinchilik, biz endi o'yin shakartum va azidannakum shukr qilib, rahmat deb qayda g'amal qilishda Alloh taolo bularni bizga nasib etsin. Aytlarga kerak, bu kunda mahalla xalqi hamda yonimizda yaqin bo'lgan masjidlarga biz endi g'adatiy bo'lmagan shularga yomonlik bo'lsa o'sha qaynar rizqlarni, iftor rizqlarni biz to'g'ritamiz. Oqshom namozdan kelgan shularga din qardoshlariga shularga to'g'ritamiz. Endi u kunini ikki deb shu. Agar sizning tilak bor ekan, mumkinchilik bor ekan, qatnashinglar. Rahim etiniz. Biz sizni qiziq qolamiz, chunki Ramazon o'zini bir oy shunday mumkinchilik o'zida butun shular bitenda oylarning sultoni. Shuna ko'ra jamoat agarda bor ekan, maddiyatdan bo'lishgan, siz ekan rahim etiniz, bo'lishib bo'ladi. Ham endi Xudoy bizning yana shulay qurmoshlar uchun, ham nashar ko'rishlar uchun kurslar bor. Albatta ular endi buraya sistem uchun Qur'on o'qiydilar, Qur'on o'qiydilar. Agarda endi shu yo'nalishda bo'lishgan siz ekan, albatta endi biz endi sizni qutlab, duo qilib, albatta endi birgalashib shu Ramazon shayxlar orasida o'tirgan Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vassalamu